Yurtdagi to'g'rilanishdan boshlanib, 7-mart kuni birinchi sinfdan tushgan 3-savol o'qildi. So'zladir va muomala bor edi. Muomala so'zladirni haqi ko'zdan o'tganida 2 marta pulingni ko'paytirib beraman dedi. Evaziga uzoqning olaman dedi. So'zladir bunga ko'nadi. So'zladir ko'pikka 3 marta o'tganda pul qolmadi. So'zladir puli qancha edi? Boshladik. Avval boshida so'zladir puli qanday x deb oladigan bo'ldik. X puli bitta ko'pikka o'tganda 2x bo'lib qoladi. Ya'ni va nima o'tgan 2 marta ko'paytirib bergandan keyin 36 ning evaziga olyapti. Ayollar 36. Va ikkinchi marta ko'paytirib o'tganda puli yana ko'payapti. Endi 2 barobar ko'paysa x bo'lib qoladi. Minus 36 ni ko'paytirganimizda 72. Yana minus buni evaziga 36 olyapti. Bir kalida 8 bo'lib qoldi. Endi yana bir marta o'tadi. Ko'paygan bunda 8x minus 216 minus 36. Birgalikda 8x minus 216 qo'shadigan bo'lsak 50 252. Endi va oxirida shu 3-marta o'tganda puli 0 ga teng bo'lib qoldi. 0. Mana bunday tenglar hosil bo'ldi. Buni ishlaydigan bo'lsak 8x teng 252, ya'ni 252 ming bo'lgan, faqat shuni to'plamiz va bu yerdan x teng 31500 chiqadi. Biz bilan matematikani oson o'rganing, bizga obuna bo'ling.